Jonlar, hammalarga assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar, xonadoninglar tinchmi? Instagramga yangi qo'shilganlar, Telegram gruppaga o'tib olinglar. Hayit bayrami oldi sizlarga Nargizga shop juda ham chiroyli skidkalar qilib beramiz. Endi men hozir ulgurmaymiz, qizlar bitta qo'yib ana qilishga. Mana ertaga shanba oddiq. Kelinglar, to'g'ri oddiq kuni o'zim uyda bo'lmayman, chunki qarindoshimizda to'y. Hozir yozganimizcha qizlarga narxlarni qilib ketaman. Bugun mana o'zim bo'lganimda hammaga kelishtirib chiroyli narxlar qilib berdik. Qo'ldan kelgancha men o'zim bo'lsam aytaman, endi ko'pincha uyda bo'lmayman qizlar. Uyda bo'lgan taqdirimda ham ko'pincha bu yoqqa kirmayman. Qisqa qilib aytganda hayit oldi hammalarga chiroyli olib kel. Mana hozir novinkalar kelgan. Misol uchun mana mashq ko'ynalarimizni, mana mashq ko'ynalarim. Bu hali obzori bu bitta dona olib keldik. Olib kel hammasini. Misol uchun mana mashq ko'ynalari, mana necha razmerdan boshlar ekan bular? 42 danmi? 44 dan 42 dan boshlandi. Mana bu menimcha 50 olib kelding, 50 razmerini, to'g'rimi? Bu menimcha 44 dan 50 gacha mana mashq ko'ynagimiz. Bular hali obzor bo'lmagan ko'ynaklar. Misol uchun mana bu qorasi 44 dan 50 gacha, 44 dan 50 gacha. Mana bunisi esinglardan mana. Mana shu hammasini chiroyli narxlar qilib beramiz. Bular hali obzor bo'lmagan kiyimlar, bular hammasi chiroyli narsalar qilib beramiz. Mana bu yerda bundoq kameramni mundoq qiling. Mana kamerani mundoq qilib ko'rsatay, qaranglar. Bu yoqda shtapl ko'ynaklarimiz bor. Hammasi skidkaga tushgan. Hammasini chiroyli narxlar qilib beramiz. Bu yoq qatorda qizlar ko'ynaklarimiz. Bu qatorda kichkina razmer narsalarimiz. Mana bu qatorda polni kichkina razmer. Endi bizda vaqtimiz yetsa Telegram gruppaga qo'yib beramiz, har tomonlama aksiyasilar. Qo'ldan kelgancha hammasini bayram oldi sizlar uchun Nargizga shop chiroyli narxlar qilib beradi. Antamda orqadan o'tinglar, lameratchi anaqa do'ykalarni olib bering. Nodira antam troykalarni olib kel, lameratchi. Mana. Misol uchun bular hali obzor bo'lmagan narsalar mana. Lameratchi do'ykalari mana. Bular bering. Bular okey. Mana hammasi yubkali, shimli, hamma shunaqa narsalar. Misol uchun-da, hammasini bayram oldi sizlar uchun Nargizga necha razmerlar qolganini bilmayman, lekin bular hech qaysi hali obzor bo'lmagan narsalar, hech qaysi. Qo'ldan kelgancha chiroyli narxlar qilib berishga harakat qilamiz. O'zi nima deydi? Hamma narsam insofla narx chiqarganman, yana bayram oldi chiroyli narxlar qilib beramiz. Mana ertaga shanba oldi-ku, kelinglar. Troykalardan olib ber. Troykalarni olib bering. Mana bular hech qaysi obzor bo'lmagan narsalar Nargizga shop, hech qaysi. Xullas qisqa qilib aytganda ko'rsatib aytsam narsalar ko'p. Anta shtapilni do'ykalarimiz bor, shu do'ykalardan ham bitta olib kelinglar. Shu do'ykalardan olib kelinglar. Hop. Mana bu troykalardan. Lameratchi troykalardan. Mana bunaqa ranglari bor. Shtapilni. Mana bunaqa yubkalilarimiz bor. Oldi tumachalar. Rosa zo'r fason. Buni men kiyganimda qizlar. Agar menda onlayn oladiganlar juda ko'p. Men hali kiyib ulgurmadim deb bu narsalarni sizlarga ko'rsatmadim. Aytdimmi, ancha-muncha narsalar bor. Keyin yana bitta anaqa shimli troyka olib kelganman. Jinsovkani yubqasi qani ilingan, ilinmagan o'shalar. Misol uchun mana mashila, mana bu. Misol uchun mana mashila, shimlilar mana, ma'mila, shimlilar, tegi sultankali narsalar, misol uchun hammasini chiroyli narxlar qilib beramiz sizlar uchun. Qizlar, hamma narsa. Endi birma-bir hozir ko'rsatmaymiz-ku, narsa ko'p. Sababi mana bular shtapilni do'ykalar. O'zi narxi nech pul ekan? Mana. Bular hammasi skidkaga tushdi qizlar. Sizlar uchun mana troykalar. Bu do'yka ekan bu mana. Mana do'ykalar, troykalar, ishqilib xullas kesanglar. Mana ertaga shanba oddiq Nargizga shop xonadoniga kesanglar, kelib joy ko'rib olib ketinglar. Misol uchun o'sha xonadoningizga kimga yoqsa, xo'jayiningizgami, o'g'lingizgami yoki qizingizgami yoki u kimga yoqsa bemalol kelinglar. To'g'ri, erkak kishini uy ichiga kirgizmaymiz, lekin hovlida o'tirib bemalol kiyib chiqsanglar bo'ladi.
Nargiska shopdan uzoqlashmanglar, imkon topdinglar, vaqt topdinglarmi, hayitgacha kelib bir sidira kiyinib ketinglar qizlar. Misol uchun qudanglarga, qizinglarga, amma poshshalarga, xola poshshalarga olsanglar ham afsuslamaysizlar. Imkon qadar ertaga uydaman, shaxsan o'zim chiqib so'rab turishadi, necha pul nima qilib beringlar. Imkon qadar hozir ulgurishgancha narxlarni o'zgartirishadi. Kelinglar qizlar, chiroyli narxlar qilib beramiz hammalarga. Insof bilan chiroyli skidkalar qilib beramiz bayram oldi. Nargiska shopdan uzoqlashmanglar. Mana hozir birinchini kiyib ko'rsatdim-ku, o'sha narsalar umuman kiyilmagan narsalar. To'y oldi, misol uchun olib keling o'sha qora rosa yoqdi o'sha ko'ylaklar. O birinchi mo'jo berdi menga ko'ylaklar bugungi. O'sha ko'ylaklarimiz ham juda ham chiroyli. Kelinglar, kelib, живой ko'rib, kiyib ko'rib, olib ketinglar. Bizning adresimiz Mirobod tumani, 5-proyezd, Oqbulol ko'chasi, 24-uy. Orientir Fayzobod GAI. Mana hozir Telegramdan yozsanglar, mana hozir hammaga javob berishyapti. Telegramdan yozsanglar, mana shu ko'ylaklarimiz ham chiroyli, mana qaranglar, mana pastlarini qaranglar. Juda chiroyli ko'ylak. Bu hozircha qizlar shunda uchib ketadigan narsa, lekin keyin obzor qilmadim. Mana buni qaranglar. Bu go'zallikni qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Bu hammasi mana latofatli ayollarim uchun yaratilgan, mana. Ko'ryapsiz? Bu fransuzcha uzunlikda ekan qizlar. Ani bo'yi pastroq go'zal opa singillarimiz bor, tegini kestirib o'tiramanmi? Shuncha pulga olib biysizlar-ku, hech ham kestirmaysizlar. Mana shundoq kiyasizlar-yu, ro'mollaringlarni o'rab, sochlaringlarni chiroyli qilib, to'y hashamlarga kiyib ketasizlar. Kelinglar qizlar. Kichkina razmer kiyadiganlar, mana. Ani rozve doyka bor, svet yoqilmaganmidi? Yashanglar. Mana sotuvchi qizlarimga bitta qarsak chalib qo'yinglar. Rosa zo'r ishlashadi, ucharasiz mana. Mana sizlarga barakalla. Svetlar ham yoqilmay, mana olinyapti video. Mana shu kichkina razmerdagi narsalarga ham. Xullas, naryoq uyda doykalar bor, shimli doyka, yubkali doykalar bor. Lapartina ano rozi bor-ku, o'shanisini ham kiymay olib chiqqan, uni ham chiroyli narx qilib beramiz. Mana kelin olayotganlar bormi oramizda? O'sha ham kiyilmagan misol uchun. Joyini o'zi juda qimmat narsa, lekin chiroyli narx qilib beraman sizlar uchun. Kelinglar qizlar. Yana aldab chaqiryapti demanglar. Menda haqiqatdan mana bugun obzor olinmadi. Obzor olmagan narsalarimni ko'rsatdim. Onlayn sotilib ketmaydi. Menimcha agar skrinshot qilib tashashmasa, kelib живой ko'rib olib ketinglar. Kiyib, sifatini ko'rib, qanaqa turadi deb olib ketinglar qizlar. O'zi bugun obzor olishimiz kerak edi. Obzor olgim kelmadi. Shuning uchun kelinglar. Lekin menda haqiqatdan ko'rmay turib, kiymay turib oladigan klientlarim juda ham ko'p. Mashalloh, boringlarga shukr. Ko'z tegmasin. O'shaning uchun bugun obzor olmadik. Ertaga shanba oddiq odamlar kelib, живой ko'rib olsin. Skidkali narsalarni gruppaga ham, Telegramga ham joylamadik. Vaqtimiz bo'lganda hammasini birma-bir qizlarimizga aytaman, joylab chiqishadi. Undan keyin mana ertaga shanba soat 11 dan kechqurun 19:00 gacha ish vaqtimiz qizlar. Bizaniki xonadon shuncha vaqtligina 19:00 gacha ish vaqtimiz. Olib kelinglar, shuni ham tilib beringlar, ko'rsataylik. Olib kelavering, shunda bitta ko'pchikasini bering. Misol uchun mana bu rosa chiroyli narsa sarpalagan, nejli chiroyli qizlar bo'ladi-yu. 36, 38, 40 kiyadiganlar bo'ladi-yu. Mana buni qaranglar. Bu kofta yubkani go'zalligini qaranglar. Sarpalaga voy olsanglar bormi? Yubkasini beringlar. Shunaqangi asal narsa ekan. Mana to'y qilayotganlar bormi oramizda? Mana ko'ryapsizlar. Shunaqangi yaxshi brendki, qizlar shunaqa chiroyli narxlar qilib beraman. Sarpalaga, mana menimcha egasi chiqadi-yu, hozir skrinshot qilib olasizlar, aniq bilaman. Misol uchun sarpalaga, qizinglarga yoki kelinlarga yaxshi niyat qilib olib qo'ysanglar, aslo uyaltirmaydi, bu pulga topa olmaysizlar qizlar. Endi hozir hammasini narxlarini yozamiz, ulgurganimizcha ertaga kelinglar. Shaxsan men ertaga uydaman, lekin oddiy kuni to'yim bor, ertalabdan ketamiz. Nargiska shopdan uzoqlashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammanglar bilan yaxshi kunlarda ko'rishguncha.